Hozir men sizlarga Samarqanddagi eng arzon maishiy texnika sotadigan joyni ko'rsataman. Qani, ketdik. Bu yerda konsertlarning 10 xildan ziyod turlari bor. Masalan, Aux firmalaridanmi yoki xalqimiz sevgan Arteldanmi. Bu yerda qaranglar, Avantgard, Vintage, Immer, Leboydan bor. Men bundan tashqari men to'lib yotibdi. Yana bitta xili bor. Bu yerga keling, ko'rsatamiz. Mana bunaqa baland, kurugli. Endi buni qo'yiladigan joylari bor, albatta bilgan biladi. Bu konsertlarning narxlari 3 milliondan to 6 milliongacha chiqadi. Bilaman, siz hozir televizor kerak sizga. Eng sifatlisidan tortib oddiylargacha hammasidan bor do'stlar. 1 million 200 mingdan to 8,5 milliongacha. Sizga bilaman, originali zo'ri kerakmi? Mana zo'ri. 8,5 million so'm narx ekan. LG'ning eng sifatli 4K ko'rsatayotgan do'stlar. Futbolni mana shunday ko'rsangiz bor, xuddi futbolni o'sha stadion ichida yurgandek o'zingizni his qilasiz. Xolodilniklarimiz 1,5 milliondan mana bunaqa kattalarigacha 20 million so'mgacha bor ekan do'stlar. Xullas, LG deysizlarmi, Artel deysizlarmi, Shivaki, Vico, Leboydan bor do'stlar. Uyingizga barcha kerakliklar narsalarni mana shu yerdan topasiz do'stlar. Xullas, videoni oxirigacha ko'ringlar. Samarqanddan bundan arzon joy sizlarga topolmadim. Oxirigacha ko'ringlar, afsuslanmaysizlar. Videoni boshladik. Is make it out alive. Is make it out alive. All I wanna do, all I wanna do, is make it out alive. Is make it out, is make it out alive. Do'stlar, bu magazinning adresini tushuntirib o'taman. E'tibor qilinglar. Eng arzon Samarqandda va sifatli mahsulotlari bu yerda. Do'stlar, eng arzoni mana shu yerda bo'ladi. Adresini eshitinglar. Samarqand mikrorayon, mana bu yerda bozorcha birinchi ostanovkani to'g'risida joylashgan do'stlar. Sizlarni ham kutib qolamiz. Mana shu yerga kelinglar. Bizning kanaldan albatta chiroyli sitkalar, bonuslarni qilib berishadi. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimalar bor, hammasini to'liq obzorlarni qilib o'tamiz. Ketdik. Xo'p, biz kiramiz bu yoqdan. Bizani akamiz kutib turishibdi. O'z sohasini zo'r biladigan akamiz Ramzan aka. Qanday aka, yaxshimisiz? Ishlar bo'lyaptimi? Aka, keldik biz ham. Bitta obzorlarni qilib o'taylik. Bu yerda qanaqa nimalar bor aka? Texnikalar, bu yerda ish pullar hammasini tushuntirib o'taylik. uyga odam ehtiyojiga kerak bo'ladigan hamma texnikadan bor. O'sha 500 ga yaqin texnikalar bor. 500 xil. 500 xil. Ha, hamma tovarlardan bor. Kuller, konditsioner, avtomat, sushulka, посудомойка, gaz, vichka, stroyniy texnika, pilisos, televizor hammasidan bor. Hammasidan bor. Hammasidan bor. Do'stlar, oxirigacha ko'ringlar. Hammasini qisqacha obzorlar qilib o'tamiz. Yana to'liqroq ma'lumotlar kerak bo'lsa, pastda nomerlarni qoldirganmiz. Albatta, telefon qilib bog'lanib kelib ko'rishingiz mumkin. Birinchi bo'lib hozir sezon aka. Kunlari kondisioner. Aka, juda kerakli narsa-da hozir aka. Hech bilan bo'lyapti. Konditsionerlarni aka hozir 12 lik razmer, hamma 12 lik razmer oladi, chunki 36 kvadratdan to 40 kvadratgacha yetadi. 12 lik fesellar bor, bu tarafda 18-24 likdan qo'yganmiz, bu tarafda 12 liklar hamma kompaniyani terib qo'ydik. Fesellarni agar do'konimizdan kelib o'zlari xarid qilib ketsalar 3 million so'm qilib beramiz. Eng arzon 12 lik bunaqa narxda yo'q. Hamma internet ko'radi, magazinlarni ko'radi. Hammasini ko'rsa 3 million so'm qilib beramiz bundan. Keyin zifler bor, Immer bor. Zifler bilan Immerlarni 3 million 200 ming so'mdan qilib beramiz. 3 million 200 ming so'mdan kelib do'kondan xarid qilib ketsalar bo'ladi. O'zimiz dastavka qilamiz, любой joyga dastavka qilsak kelishamiz. Manzil tochka qo'yadi, o'sha tochkaga qarab gaplashib kelishib dastavka qilamiz. Juda yaxshi. O'zbekiston bo'yicha barcha любой joyga farq qilmaydi. O'sha yerdagi dillerlarga aytamiz, o'sha dillerdan tochka yaqinroq bo'ladi, jo'nattirib yuboraveramiz, muammo yo'q. Tovardan yetkazishda muammo yo'q. Artel bor, Shivaki bor,
TCL bor, Avalon bor, LG bor, Samsung bor, AUX bor, Avangard, Seventech, Immer, Citronic'lar bor mana bu. Hammasidan bor. Mana bunaqa katta kaloniklarmi, mana bunaqa bu taraflarda kruglilari bor. Yo'q, Endi ha? sal hozir непонятно turibdi. Avalon shivaki, Immer, Avangardlar shulardan hammasi shunaqa katta kaloniklardan to 100 likgacha bor. O'zi 9 razmerdan 100 razmergacha bo'ladi, hammasidan bor. Xo'p, bular eng hadovoy qaysi bo'lyapti? Eng hadovoy 12 liklarning ichidan hozir Artel ketadi, AUX ketadi. O'sha arzonlardan 3 ta Immer, Zifir, TCLlar. Zo'r xizmatini qilyapti. Ha, hammani xizmatini chotki qilib beradi. Hammasiga garantiya 10 yil, motor standart bo'ladi. Pastoqda ishlaydi, qishda zo'r isitib beradi, sovuqda sovutib beradi. 3 yil servisning 10 yil motoriga. Standart, hammasi shunaqa. Shunaqa. Juda yaxshi. Bemalol bexavotir olaverasizlar. Magazin ham do'stlar juda ishonchli magazin. Do'stlar biz ishonamiz, chunki ko'plab ustalar mana shu yerdan kelib olib ketishadi. Hamma to'g'risi. Ochiqroq aytish kerak-da. shunday. Hop, bu yerda xolodilniklarni ish bilan. Bu xolodilniklar ofisni yoki gostinitsalarga qo'ysa bo'ladi. Saksonga 55. Bularning narxi 1,5 milliondan 1 million 800 gacha O'zbekiston zborkalari, Xitoy zborkalari 1 million 800 mingdan 2,5 milliongacha bo'ladi. Sal kachestvalarga, materiallarga farq qiladi. Xo'p, bitta ochib ko'rsatamiz. Ha, bemalol, bemalol. Maydasi bo'ladi. Endi uyga ham olib qo'ysa bo'ladi, baribir, to'g'rimi? Bu yerda endi bu ofisning o'sha bitta odam o'zi yashaydigan bo'lsa, spalnisiga qo'yib qo'ysa ham bo'laveradi. Shunaqa mayda variantlar. Bu tarafda mana katta variantlarimiz bor. 4 eshikliklarmi, 85 ga 190. Mana bular 8,5 milliondan to 12 milliongacha firmasiga qarab bor. Bu yerda hozir Seventech brendi bor. U LGmi, Hitachimi, Samsungmi, u brendlar ham bor. Prosta joy mayda bo'lgani uchun bitta obrazesini olib kelib qo'yib stolga, qolganlari skladdan kelaveradi. Xo'p, bemalol ochib ko'rsatib, pachka ish qo'yganlar ko'rish uchun. Pastda 6 ta kamerasi muzlatgich, 2 ta kamerasi o'zi frukti bilan mevalar qo'yishga, ana bu sabzavotlar bilan mevalar uchun, bu yoqda xolodilnik kunlik ehtiyojiga ishlataveradi. 450 litr общий объеми bor va mana bunaqa media zavod ishlab berganlari bor. Bular sal qimmatroq, materiallari, ichidagi motori, polkalarda sal bularga nisbatan qimmat material ishlatgani hisobiga, sborkasi ham media Italiya bilan совместный bo'lgani uchun sal qimmatroq model. Bular 10,5 million so'mga chiqadi. Xuddi shunaqa razmer endi 70 bo'ladi, o'zi bu 11 million 400 ming so'm chiqadi. Brend sal qimmatroq, o'zi mayda. Bu nima ishni qila olsa, bu ham shu ishni qiladi. Garantiyalari hammasi bir xil. Bir xil, ha. Prosta endi brend sal tanilgan, farqi bor, narxlari shunda. Atak 1.60 ga 85 standartlarimiz 4,5 milliondan boshlanadi o'shanaqa razmerlarimiz. LG'lar bor ekan. Ha, LG'lar bor, Samsung bor, Zifler bor, Beko bor, Seventech bor, Laretto bor, hammasidan bor. Hamma razmerlar 4,5 milliondan 6 milliongacha, 6,5 milliongacha ketaveradi. Qaysi sizlar bor mana? Bemalol ishlarni ochib ko'rib. Masalan, mana shularni ranglarini tanlash imkoniyati bormi? Hammasini bor, ha. Hammasida tanlasa. Endi hozir ko'pincha texnikalar hamma qora qilyapti. Kuxunniy mebellarni, stralniy qora, xolodilnik, hozir tarafda texnika kuxunniy nimani ko'ramiz. O'shalarda hammasida qora. Shuning uchun vibrimiz qoraga ko'p. Boshqa odam oq desa, seri desa, boshqa rang desa, hammasi skladda bor. Hammasini olib kelib beraveramiz, muammosi yo'q. Xo'p. Mana bunaqa mayda xolodilniklarni 2 milliondan qilib beramiz. Xo'p, ko'rsataylik mana shu. Maydachalar, 2 million so'mdan bo'ladi. 2 million so'mlik. Mana ishlari bilan yaxshi qilib ko'rsating. Ba'zida firmalar aksiya qilib qo'ysa, 1,5 millionga ham tushadi. O'sha vaqtlar misol klient kelsa, o'sha 1,5 millionga tushgan bo'lsa, 1,5 millionga ham qilib beraveramiz. 1 million 800 ga bo'lsa, 1 million 800. Hozircha aksiyalar tugagan. Hamma narsa mana o'zi hamma joyda ham tugagan, o'zi internetda ham hamma biladi. 2 million so'm qilib berib turibmiz hozir. 2 million so'mga bor. Narxlar lekin zo'r bu yerda. Narx 100% javob. Bunaqa narx yo'q. Solishtirib kelsin. Mana bu biz maqtayapmiz yoki narx chiqaryapmiz, to'g'rimi? Bizga kelguncha do'konlarga solishtirib, iloji bo'lsa rasmni olib kelsin, o'shanda arzon qilib bera olamiz. Kuchimiz yetadi. Gap yo'q, gap yo'q. Do'stlar, xo'p, bu yerda yana qanaqa nimalar? Bu tarafda stralnilar bor mana. 2,5 milliondan boshlanadi 6 kiloliklar. 2 qavatlik, 2 qavatlik. 2 qavatlik eshik bo'ladi, invertorli bo'ladi, 10 yil motoriga, 3 yillik servisning A+da par bug' bilan invertorning. Shundan ketadi to 11 kilogacha, 6,5 milliongacha hamma firmadan bor. LG'lar ham bor. Mana bu tarafda LG'lar bu qatorda qo'yganmiz. Bu tarafda mana Fortalia Italiyaning firmasi, Hitachi bor Yaponiya bilan. Mana Yaponiya bilan совместный stirka sushka 8 kilolik 6 million so'm. Ham 8 ga 5 yuvadi, quritadi. 11 kilolik. Bu 11 kilolik 7,200 ming so'm LG'dan. Yaxshi. Bu yerda LG'da mana bu 6,5 kiloligidan boshlanadi. Hozir 6 kiloliklarimiz yo'q.
Bu 6 kiloligimiz 4.200.000 so'm qilib beryapmiz. 8,5 7 hammasidan bor. 4,5 milliondan to 6 milliongacha hozir shu yerda 8,5 eng pastletniy modellarigacha bor. Juda yaxshi. Endi eng pastletniy modellaridan Mana bu oddiy eng modellari pastletniy modeli mana bunaqa bo'ladi. Turbovash 39 bo'ladi. Bu degani 2 soatlik ishlarni mana bu yerda menyuda 1 soat, 2 soatlik ishlarni 39 minutda qilib bera oladi. Hammasini bug' bilan yuvadi. Mana bu yerda 4 ta дополнительный teshikchalari bor. Mana bu teshiklar дополнительный chayqab beradi. Oddiyroq mana bunaqa turbovash 59 degan funksiyalar mana bu yerda 39, bu yerda 59, bu yerda 1 soat, bu yerda 40 minut. Bunda unaqa yo'q. Bular обманка уже. Ana shunaqa narsalar bilan farq qiladi. farq qiladi. Juda yaxshi. Bularni podelkasi chiqqan-ku. Yo'q, LGda yo'q. LGda podelka bo'lsa ham u Yigipit bo'ladi. Bular hammasi China. Avvaldan azaldan faqat China sborka bo'ladi. Sifatlari zo'r chiqadi. Ha, bularni sifati yaxshi. Agar podelka bo'lsa, sразу o'zi farqli bo'lib qoladi. Dizayniga, ko'rinishiga farq qiladi. Vitrinalar bunaqa. Mana bunaqa melki texnikalarimiz bor bu yerda. Aerogrillar mana 600 ming so'mdan boshlanadi aerogrillar. Mana bunaqa atparvitellar 1.200, 1.300 ming so'm. Avalonlari bor 2 million so'mgacha, Tifallar bor 3 million 600 gacha. Bir qancha brend bo'laversa, shuncha qimmatlashaveradi. Juda yaxshi. Bu yerda mikrovolnovkalar. Yo'q, bu duxovkalar, aka, duxovkalar 600 ming so'mdan qilib beryapmiz 32 litrliklarni. Mikrovolnovkani 20 litrlik razmerini 700 ming so'm qilib beramiz. Mana bunaqa 23 litrlik razmerlari 900 ming so'mdan 1,5 milliongacha, u ham firmasiga qarab ketaveradi. Ha. Olsangiz, mana bu tarafda komplektlarimiz bor. Mana bu yerda mana varочный panel, vichka, duxovka, mikroto'lqinli pech bu tarafda. Hammasini mana Seventechniki bor, Dontechniki bor, Ziflerdiki bor, Immerdiki bor, Laretto bor, Hisense bor, Hoffman bor. Hamma firmadan bor bu yerda. Bular endi necha puldan aka narxlari? Aka, hozir eng arzonni mana bunaqa chugunlik, mana bunaqa simlik emas. Mana bu simliklarni 900 ming, 950 minggacha qilib beryapmiz. Bular sal slabroq. Olib kelib qo'yganmiz, shtobi mana bunaqa 1 million deyapsiz-ku. Может, boshqa do'konga borib 900 mingga ko'rdim, senga 1 million qimmat ekan demasin deb, biz ham mana bunaqa olib kelib qo'yibmiz. Mana garelkasi bitta bo'ladi. Bu simda bo'ladi, bu plastmasda bo'ladi. Bu 900 ming so'm. Bu chugunda bo'ladi, двойной garelka bo'ladi. Ikkita joydan yonadi. Bu temir bo'ladi. Temir bo'ladi. Shuni hisobiga bu 1 million so'm. Hamma joyda 1 million 100, 1 million 200 gacha sotyapti buni. 1 million so'm qilib beramiz. Buni 900 ming so'm qilib beramiz. Buning ham klienti bor. O'sha 900 ming so'mdan 1 million so'mdan boshlanadi. Vichkalari 700 ming so'mdan boshlanadi. Mana bunaqa hamma hozir mana bunaqa tabletkalar qo'yapti. Mana bunaqa ikkita motorlik, mana ikkita motori bor. Ikkita motor shotkasi qilmay bunaqalarni 900 ming so'mdan qilib beryapmiz. Mana bunaqa bitta motor setkasi oddiy knopkaliklarni 700 ming so'mdan qilib beryapmiz. Ularning ham sifati yaxshi. Motor sifatida ana 500 vatt bilan 700 vatt оборотida farq qiladi. Knopka sensorligiga farq qiladi. Shuning uchun 200 mingga qochmay sal yaxshirog'ini olsa baribir yaxshi. Xo'p, mana bularchi aka? 90 talik aka, 1 million 200 ming so'm qilib beryapmiz buni. Bu datchiklik 1000 vattlik, rishotkasi ham yaxshi, motori ham katta. Bunaqa qilsangiz yonadi, havo nimasi bilan-da, qo'lni ishorasi bilan yonaveradi. 90 talik razmer. 60 talik razmerlari ham 900 ming so'm, 1 million so'mdan boshlanadi. Firmasiga qarab, aboroti, vattiga qarab, funksiyasiga qarab to 2,5 million so'mgacha chiqadi. Yaxshi. Qarang. Artellar necha pul bo'ladi hozir? Artelni ko'rib qoldimmi? Artel mana bu yerda hozir eng qimmat modelni olib kelib qo'yibmiz. Bu gideta 1 million 500, 1 million 600 ga chiqadi. Agar mana bunaqa variant bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa knopchniy varianti bor. Ular 1 million so'mga yaqin chiqadi. Piramida variantlari bor, bunaqa piramidaga o'xshaganlar 900 ming so'm. Bu mana bu Artel ishlab chiqargan Vestalan, bunga o'xshagan modellari 700 ming so'mdan bo'ladi. Bu yerda faqat sal качественный, sal yaxshiroq baquvvatini olib kelib qo'yganmiz. Sifatlisida. Ha, o'zi klientlar ko'rganda, boshqa do'kon bilan solishtirib modelni yonma-yon qo'yganda farqini biladi. Xo'p, bularga aka garantiyalar qanaqa bo'ladi? Hamma texnikaga, o'sha do'konimizdan yoki sklatimizdan chiqqan hamma texnikaga 3 yil servisli xizmat. 3 yil servisli xizmat olib bordi, ishlatyapti, o'zidan o'zi ishlamadi. Servisga telefon qiladi, borib to'g'rilab beradi 5 ish kunida. Zavodskoy brak 7-10 kunda o'zimiz almashtirib beramiz. Shu bugun olib ketdi, zavodskoy brak ishlamayapti, yonmayapti, kuydirmayapti, pishirmayapti. Unaqa narsani borib o'zimiz tekshirib ko'ramiz va joyiga joy almashtirib beramiz. Xo'p, juda yaxshi. Bu yerdagilarchi aka, mana bu yerdagi? Bular o'rnatma gazlar. Bular 2 million 200 mingdan boshlanadi. To 3,5 million so'mgacha Artel, Shvaki, Avalon, Vestaniki bor.
Urgutdan sborka bo'ladigan tovarlarimiz ham bor. Ular 2 million 200 mingdan boshlanadi. Arzonroq ular. Ular arzonroq, ha. Mana bunaqa GFSlar bor, Belarusyaniki, чистый Belarusyaniki. O'zimizdan chiqmaydi bular. Двойной горелкалari, mana bu eshiklari o'zi yopiladigan, mana bu yerda sensorlari bor, menulari, graduslari bor, ventilyator sistemalari bor. Bular уже 6 millionga yaqin chiqadi. Shunaqa xohlasin brendiviy, firminniy qimmat mahsulotlarimiz ham bor va arzon mahsulot, o'rta hol mahsulotlarimiz ham bor. Gap klientning o'ziga qancha rasxod qilsa, shunga yarasha sifatni beramiz biz. Endi bu ham xizmatini qiladi, bu ham xizmat. Ha, endi funksiyada 5 baribir yil, farqi bor. 5 yil u xizmat qilsa, bu aniq 10 yil xizmat qiladi, aniq. Bilasiz, Uverinning 10 yil materialini sifatiga qarab o'zi, Uzoqroq, ha, bu seziladi o'zi. Juda yaxshi. Xo'p, bu yerda xullas hamma firmadan bor. Bu yerda stiralkalar. Stranilar, mana 13 kilolik stranini bu pol avtomat kiriladi. 13 kiloligi 1,5 million so'm beramiz. 13 kilolik. Yani bunaqa 8 kilolik. Bular Valna, O'zbekistonniki bular. Mana bunaqa Vesta, uni Artel zavod chiqaradigani bu 8,5 kilolik 1 million 300 ming so'm bo'ladi. Agar mana bunaqa 8 kilolik olmoq, mayda 8 kilolik ikki xilda, o'sha katta shiroki maydasiga bo'lingan. Maydalarni $100, ya'niki 1 million 200 ming so'mdan qilib beryapmiz. Pol avtomatlar. Unaqa detiski, mana hammaga kerakli detiskilar 650 mingdan 850 minggacha. Bu ham firmasiga qarab. Bu ham yuvadi, siqadi. Maydachalar. 2,5 kilolik. Keyin mana bu gaz plitani ustidagi turganlar, kim gaz plitani sotib olib ketsa, shu ustidagi narsasi o'ziniki. Shu berib yuboradi. Ha, shu podarka. Mana podarkasiga mana shularni olib ketasiz. Ha, xudo xolasa. Endi bu boshqa texnikalarni ham olsa, xudo xolasa bir 2-3 ta texnikani olgan odamga o'zimiz bironta havo namlantirgichmi, biron xil susholkami, biron xil utugmi, dazmolmi shunaqa narsalar qo'shib beramiz o'zimizdan. Savdo bo'lgandan keyin. Juda yaxshi. Moykalar-chi aka mana bu moyka? Moykalar 350 ming, 400 mingdan sotyapmiz. Mana bunaqa vodopatlar 5 ta 6 ta funksiya, mana suvlari ligrovka bo'ladiganlarni 1 million so'mga 850 ming so'm sotib turibmiz. Ligrovka bo'lmaydigani mana 5 ta knopkasi bor-ku, lekin suv ligrovka bo'lmaydi. 800 ming so'm, 1 million so'mga shuni ligrovka bo'ladigan variantini qilib beryapmiz. Razmerlari 75 ga 46. Juda chiroyli narsa ekan-a. Zo'r, hozirgi zamonga to'g'ri keladigan tovarlarda bular. Materiali qanaqa bo'ladi? Nerjavika, kraska emas. Самый главный buni materiali kraska sepilmagan. Agar kraska sepilsa, azilet ishlatsa, o'sha kraskasi ko'chib qoladi. Shuning uchun bularning materialini o'zi shunaqa, nerjavikani qora rangi, ichlari reflionli bo'ladi. Yaxshi. Smesителlarimiz bor, ha. Smesitellarning har xil ko'rinishdagilari bor. Agar mana bunaqa moykalar olsa, bular отдельно sotiladi. Komplekt qilib olish mumkin. Bular shu turishi, shu komplekti 800 mingga 1 million so'm. Gap. Juda chiroyli fasonchalar. Shunaqa. Aka, mana bu Aristonlar necha pul ekan aka? Bu Aristonlarimiz Royal kompaniyasi, Seventage brendidan 2 xil kompaniyamiz bor hozircha. Bularni 30 dan to 100 gacha olib kelib qo'yibmiz. Bular 30 litrliklar 1 million so'mdan 1 million 100 minggacha chiqadi firmasiga qarab. To 1,5 million so'mgacha 100 taligigacha qilib beryapmiz. Royallarni 50 taligi 1 million 300 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha ketyapti 100 talikgacha. Aka, obunachilarimizga qaysini tavsiya qilamiz? Eng hadovoy xizmatini qiladigan. Eng hadovoy hozircha Royal bor, chunki Ariston kompaniyasidan keyin Royal turibdi. Shu kompaniya boshqa firmalarga nisbatan sal qimmatroq narxi, lekin kачествоsi yaxshi. Zo'r chiqadi. O'zim ham shundan ishlataman. Kamida 3 yil, 4 yilda bir marta tozalaysiz ichini, yana bir 4 yil, 5 yil ishlab beradi. Ya'niki 8 yil maksimalni ishlab beradi. Shunaqa. Bu yerda pilisoskalar ham juda ko'p ekan-a. Ha, pilisos assortimenti juda katta. O'zbekiston firmasi, Xitoy firmasi, Tailand firmasi, Dubayniki, hamma firmadan bor. Pilisoslarimiz 600 ming so'mdan boshlanadi. 600 ming so'mdan to 1 million 200, 1 million 300 gacha bunaqa LG gacha, mana bunaqa variantlarigacha, satillik variantlarigacha to 1,5 milliongacha keladi. Mana bunaqa ikkita konteynerlik motoriga 10 yil garantiya beradiganlar, bular 1 million 500 ming so'mdan 2,5 million so'mgacha ketadi. Bular ikkita konteynerga ega, sifati zo'r, garantiyasi 10 yil. Bular bitta konteynerga ega, sifati yaxshi, garantiyasi 3 yil. Bular shunaqa variantlar. 600 ming so'mdan 1,5 million so'mgacha. 1,5 milliongacha. Bitta ko'rsatib o'taylik mana. Azizlar, mana shular 600 ming so'mdan 1,5 milliongacha. Hozir arzoni mana shu bo'ladi-da, 600 ming so'm. Yo'q, u 1 million 300 ming so'mlik, 600 ming so'mlik mana bunaqa fasonlar bo'ladi. 600 ming so'mlik, mana bunaqa 1 millionga yaqinlar, to 600 mingdan 1 milliongacha yaqinlar shunaqa firmalar bo'ladi. Sal Zifler firmasidan ham qilib beraveramiz. U ham sal sifati yaxshiroq. Keyin hozir ko'pchilik hovlida yashaydigan bo'lsa, mana bunaqa bochkaliklar olsa yaxshiroq, chunki
bularni eng yaxshisini olsangiz ham ikkita xonani qilganingizdan keyin motorchasi qizib qoladi, dam oldirish kerak. Bularni 10 ta xonani birdan tozalasa ham bemalol ketaveradi. Bular 1.500.000 dan 2.600.000 gacha ketadi. Mana bunaqa suv bilan yuvadigan variantimiz ham bor, 1.400.000 so'm bo'ladi. Mana bunaqa ko'rinishni 800.000 so'mdan 1 million so'mgacha boshqa firmalar ham bor. Eslatishda, bular yana original firmalar. Hitachi desa hamma biladi, sborkasi Tailandda bo'ladi. Kitayskilar bor, 800.000 so'mdan 1 milliongacha bo'ladi. Ulardan ham bo'ladi. Prosta biz o'zimiz sal sifati yaxshi mahsulotlar qo'yganimiz uchun arzon tovarlarni taxlaganimiz emas. Kerak desalar olib beramiz. Xullas hammasidan bor. Hammasidan bor, hammasidan bor. Ko'rasizlar, joy ozgina tayinlab. Bu tarafda to'g'rida televizorlarimiz ham bor aka. Televizorlarni ham ko'rsatib, hamma razmerda ilib qo'yamiz. Xo'p, bitta ko'raylik aka. Xo'p, mana televizorlar, bular qanaqa firmalardan bor aka? Qarang, hozir bu tarafda LG bor, Avalon bor, Shivaki bor, Artel bor, Mytech bor, Royson bor. Bir 70% firmalar bor. Hamma razmerda ilib qo'yamiz. Mana bu 32 razmer, 43 razmer, 50 razmer, 55, mana bu yerda 65 turibdi. Hammasidan bor. 32 lik razmerlarni 1.200.000 dan 1.800.000 gacha qilib beramiz. Hammasi smart, голосовой, ikkitadan tuneri bor, fleshka, karta, USB hamma narsa ketadi. 43 liklar 1.900.000 so'mdan to 5 million so'mgacha ketadi. Ular ham firmasiga, kачествосiga, funksiyasiga qarab. 50 lik razmerlarni 3 million so'mdan boshlab qilib beramiz. 3 milliondan, 55 liklar 3.5 milliondan, 65 liklar 4.800.000 dan boshlanadi. Hozirda eng sifatli, eng zo'ri qaysi bo'ladi? Hozircha LG. LG bor. Buni 8.400.000 so'm qilib beryapmiz. Qarang, bu yana 4.800.000 so'm dedim, bu уже 8.400.000 so'm bo'lyapti. Bir baravar farq qilyapti. Bir baravar sborka Indoneziya bo'lgani uchun, kompaniya LG bo'lgani uchun ekranlari kristalniy 4K, полностью голосовой, hamma funksiyasi bunda full, качествоsi 4K formatda ko'rsatadi hamma videolarni. Обычныйlar 4K format korobkada yozsa ham 4K formati yo'q ularning уже. Shularda shunaqa narsalarda farq qiladi. Yaxshi, original va originalda. Keyin yana bitta hadovoy narsa, aka Artellar nech pul bo'ladi? 32 lik. Artel 32 likda hozir bir 6 xil, 7 xili bor. 1.300.000 so'mga bor Smart, 1.400.000 yo 1.500.000 ga chiqadi Smart голосовой, yana 1.600.000 gacha bor Tonki. Butun ham уже узкий qilib chiqaryapti, yangicha model, 900 modeldan bor. Ular 1.600.000 gacha chiqyapti. Juda yaxshi. Keyin aka Samsungchi, Samsungda. Samsung уже 32 lik yo'q. Samsunglar 4-5 yildan beri sborka qilmayapti. Faqat padelkalar kelyapti. Padelka biz sotmaymiz akajon. Bizda padelka yo'q. Nu narxi где-то 1 million 1.100.000 atrofida bo'lishi mumkin 32 lik. Samsung endi diagonal yuqorilarni chiqaradi. Samsung o'zi original bo'lsa, bu yerda yozuvi bo'ladi. Chetda Samsung degan yozuv. Hozir padelkalar hammasi o'rtasida Samsung deb yozib, original deb sotyapti. Atak unaqa emas. Shu videoni ko'rgan odam baribir biladi. Bu yerda уже yozilgan bo'ladi, chetida yozilgan bo'ladi Samsung degan yozuv. Agar o'rtasida bo'lsa, bilaversinki, u padelka. Padelka. O'sha qimmatga olib qo'ymasin, o'sha original deb. Juda yaxshi. Bu yerda hozir men muzlatgichga ko'zim tushdi-da. Bu tarafda morozilkalarimiz ham bor. Hozir mana bu kishimiz savdo qilyapti, savdoning ustida. Morozilkalar mana bu yerda hozir boshiga bir o'tib ko'rsataylik. Magazinlar uchun agar ehtiyoj bo'ladigan bo'lsa, 2 metr, 210 santimetrgacha morozilkalarimiz bor aka. Nazar ko'rsatish mumkin. Polni hamma firmaniki bor. Hozir Evrolux bor, Seventech bor, Arteldan bor, Premier ham bor. Xo'p, bular nech pullardan aka? Endi bular razmeriga qarab, mana misol 80 ga 180 lik, balandligi ham 85, ichi plasmaslik. Ko'p morozilkalarning ichi falgalik bo'ladi. Bularniki plasmaslik. Bularni agar naqd olib ketadigan bo'lsa, do'konimizdan 9 million so'mga chiqar ekan. 9 million so'mga shahar bo'ylab yetkazib beramiz. Telefon qilib polni. Agar boshqa joylarga ham dastavka qilish kerak bo'lsa, masofasini kelishib, gaplashib dastavka ham qilib yuboramiz. Xo'p, juda yaxshi do'stlar, sizlarga tavsiya qilamiz. Kelinglar. Xudo xolasa. Ishoninglar, Samarqandda bu yerdan arzon joyi yo'q. Agar mana bunday solishtiringlar, daftarchani olib, har bir magazinni solishtiringlar. Mana bu yer arzon ekan deb akamizga isbotlab ko'rsatsangiz, u yerdan arzon qilib beramiz. Hamma joydan arzon qilib beramiz aka. Iloji boricha, misol, mana bitta model, bitta Shivaki firmasidan mana 1, 2, 3, 4 to'rttasini bir xil joyga ilib qo'yibmiz. To'rttasi ham 4 xil narxda, lekin firma bir xil. Kimdadir bu turibdi $300 desa, 3.600.000. Kimdadir bu turibdi 4.800.000 so'm. Shunga iloji bo'lsa, rasmga olsa yoki modelni bilsa, o'shanga qarab savdo qilsak, bizga ham oson bo'ladi, o'zlariga ham. Biroq u do'kon yomon, bu do'kon yaxshi ekan degan gap bo'lmaydi.
Juda yaxshi. Aka, kattakon rahmat. Aka, Vaqtingizni oldik. sog' bo'lasiz. Do'stlar, sizlarni kutib qolamiz. Nomerlarni yozib qoldirganmiz. Lokatsiya bo'lsa, lokatsiyani tashlab berishadi. Rahmat.